Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga texnika xavfsizligini tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni har bir xonadonda bor bo'lgan mana mikrovolnovka, tefal, bunday qurilmalar uchun texnika xavfsizligi. Ya'ni ko'ryapsiz, mikrovolnovkamizda mana ko'rasiz vilkasini bu yerda yerlanish qo'yilgan. Ya'ni buni ichida 3 ta simi bor. Mana bu ham standartga javob beradi, Yevropa standartiga. Mana buni ichida ham yerlanish qo'yilgan. Bu troynigimizda ko'rib turibsizlar, yerlanish yo'q. Ya'ni buni ulaganimizda korpusga tok qochsa yerga o'tkazib yubormaydi, yerlanish yo'q. Bu standartga javob bermaydi. Ya'ni eng asosiysi xonadondagi montajlar to'g'ri ulanishi kerak. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda mana oqsim, ya'ni yerlanish yerga ulangan. Ya'ni bu zamonaviy standartga javob beradigan qurilmani ulaganimizda bundagi tok yerga o'tib ketadi, korpusga tok qochsa ham odam tok urmaydi. Hurmatli obunachilar, sizning ham xonadoningizda mana elektr montaji to'g'ri ulanganmi? Kommentariyalarda yozib yuboringizlar.